Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar, azizlar. Bugun yana siz bilan uchrashishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Bugungi mavzuyimiz bolaning holatiga ona aybdormi yoki ichimizdagi olam mavzusi. Bu podkastni yozishimdan asosiy maqsad bir mijozimiz bilan suhbatimizga sabab bo'ldi. Ya'ni voyaga yetmagan 3 nafar go'dagi bor mijozimiz bilan gaplashib qolgandim. Bolalari nihoyatda ko'p kasal bo'layotganligini, bittasini tutsa ikkinchisini tutsa uchinchisi doimiy shifoxonalarda yuraverish unga og'ir botayotganini, uni ustiga turmush o'rtog'ini sen bolalarga yaxshi qaramayapsan degan e'tirozlari unga og'ir botayotganligi haqida gapirib qoldi. Bilan suhbatlashganimizda onani holati ham yaxshi emas edi aslida. Bilasizmi? Ayolning eng asosiy fikri haqiqatan ham men aybdorman degan fikr edi. Ya'ni bolalarim kasal, demak men haqiqatan ham aybdorman. Bolalarim kasal bo'lyapti, demak men rostdan ham aybdorman. Men ularga yaxshi qara olmayapman. O'zim bilan ovora bo'lib qolyapman. Men savol berdim, haqiqatan o'zing bilan ovora bo'lyapsizmi? Uy-joy, har kungi ayollik vazifalari, qaynona-qaynota bilan yashaydi. Turmush o'rtog'iga e'tiborli bo'lish. Albatta hammasi o'zi bo'lavermaydi. O'zidan o'zi bo'lib ketmaydi bu narsa. Shunda ayol bilan gaplashib oldim, lekin bilasizmi nima? Bu holatlar ko'pincha yosh oilalarga tegishli bo'ladi. Ya'ni bolalar katta bo'lyapti. Ularni har tomonlama qarash kerak, ularga e'tibor berish kerak, lekin bu yerda asosiy masala nima? Bu yerda asosiy masala oiladagi muammolar. Ona bilan gaplashganimda bu birinchisi emas. Juda ko'plab yosh ayollar bilan gaplashaman. Shu holatlar bo'yicha, masalalar bo'yicha gaplashaman. Asosiy masala bu yerda oiladagi muammolar. Bilasizmi nima? Men shu haqiqatga tushunchaga ega bo'ldimki, aslida bolalar bekorga kasal bo'lishmaydi. Bolalar bekorga bu darajada hadeb qayta kasal bo'laverishmaydi-da. Oiladagi xafagarchiliklar, nafrat, qo'rquv, tushunmovchiliklar, sen yaxshi ona emassan degan tanbehlar onada ichki ziddiyatni paydo qiladi. Bu degani albatta qolganlar aybdor yoki ona aybdor emas, kimdir aybdor degan ma'noda aytilmayapti bu so'zlar. Biz aybdor qidirmaymiz. Biz shunchaki vaziyatni to'g'ri tushunishga harakat qilamiz. Uydagi holatlar, uydagi muammolar bolaga qattiq ta'sir qiladi. Ayniqsa, qaynona kelin o'rtasidagi, er xotin o'rtasidagi muammolar bolalarga qattiq ta'sir qiladi. Siz ularga bildirmaslikka harakat qilishingiz mumkin. Hatto bolani oldida bir-biringizga baqirmasligingiz mumkin. Bolani oldida umuman birovlar kimlarnidir tahlil qilmasligingiz ham mumkin. Lekin sizdagi og'ir holatlar bolalar shunchaki sezadi buni. Bilasizmi, bola juda ham samimiy insonda. Bola samimiyligidan ana shu holatlarga, muammolarga, janjallarga men sabab bo'lsam kerak deb o'ylaydi. U o'zini sababchi deb o'ylaydi. Ayniqsa 6 yosh, 7 yosh, boshlang'ich sinflarda o'qiydigan bolalar ayniqsa. Chunki o'zim o'qituvchi bo'lganim uchun bolalar bilan ko'p suhbatlashaman, haqiqatan ham bolalarda shu fikr bor. Bu holatlarga men aybdor bo'lsam kerak deb o'ylaydi u. Keyin biz bolalarga nima bo'layotgani haqida tushuncha bermaymiz. Va bola o'zini ayblashga o'tib ketib qoladi. Bilasizmi, bolaning teng yarmi o'ng tomoni dadasi, chap tomoni onasi hisoblanadi. Ona tomonidan o'tgan bo'ladi. Ya'ni nima deb tushuntirsam ekan buni sizga? Ota-onaning geni bolada albatta bo'ladi. Va ota-onadagi holat bolaga ta'sir qiladi. Ota-onaning o'rtasidagi ziddiyatlar, bir qayerdadir tushunmovchiliklar deylikmi, bir-biriga nisbatan aytilmay qolgan holatlar deylikmi, hammasi bolaga ta'sir qiladi. Bu birinchi tomon. Ikkinchi tomon. Biz qizlarimizni iloji boricha uydagi holatlarni bizga olib kelmasligini xohlaymiz. Bu to'g'ri albatta. Biz qizlarimizni iloji boricha chidashga o'rgatamiz. Sabr qilishga o'rgatamiz.
sen sabr qilishing kerak deymiz. Va ayrim ota-onalar sen uyga qaytib kelishing kerak emas, ya'ni uyingdagi muammolar o'sha yerda qolsin deymiz. Bu esa ayolda ichki ziddiyatni keltirib chiqaradi. Nimaga? Chunki ayolda uyida muammo bo'lyapti, uni birovga ayta olmaydi. U hamma narsani xo'p deb yutishga majbur. Bu esa uni ichida juda kuchli ziddiyatga keltirib chiqaradi. Buni hatto erga ham ayta olmaydi. Chunki shunaqa mijozlarimiz bor. Men bu muammoyimni hech kimga aytmayman deydi. Hech kimga ayta olmayman chunki eshitadigan insonim yo'q deydi. Shu holat ayolga juda ham qattiq ta'sir qiladi. U yillab yig'adi muammolarini. Unda qo'rquvlar, xafagarchiliklar, noroziliklar yillab yig'iladi. Bu esa shunchaki bolaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bola uni ko'rib turibdi. Ota-onasining o'rtasidagi holatlarni ko'rib turibdi, u sezyapti, u anglayapti. Nimadir bo'lyapti. Hatto shunaqa holatlar bo'lganki, bolalarimiz kelyapti-da, uyimizdagi janjallar meni to'ydirib yubordi. Uyimizdagi bu holatlar meni yashashga qo'ymayapti degan fikrlarni ham aytishadi. Bilasizmi, hattoki ota-onalar o'rtasidagi ziddiyatlar bolani ularga nisbatan qayerdadir bolani noroziligini ham keltirib chiqaradi. Shunchaki yaxshi yashashsa bo'ladi-ku degan fikr uyg'onadi bolada. Shunchaki bir-birlarini eshitsa bo'ladi-ku, shu darajada fojia yaratish shart emas-ku degan fikr uyg'onadi bolada. Ayniqsa u o'tish davrida bo'lsa. Va o'tish davridagi bolalardagi isyonkorlik, o'z qobig'iga o'ralib olish, o'zidagi muammolarni kimgadir ayta olmaslik, hammasi shundan kelib chiqadi. Yana tez urushib ketadi bolalar. Bilasizmi, men ota-ona bilan gaplashganimda ota-onalarga aytamanki, sizni uyingizda nimalardir bo'lyapti. Nimalardir bo'lyaptiki, bola shu darajada asabiy. Borgan sari tajanglashib ketyapti. Bu ham yillab yig'iladi aslida. Salbiy holatlardagi muammolar, ichidagi muammolarni yechim topa olmaslik, ushbu savollarga javob topa olmaslik va bundan battar asabiylashish, oddiy narsaga tez urushib ketish bolalarda yillab yig'iladi aslida. Bu esa bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Buni to'g'rilasa bo'ladimi? Albatta to'g'rilasa bo'ladi. Bilasizmi, ayrim otalarning bu haqda gapirganimda otalarni g'ashlar keladi, jahllari chiqadi. Nega? Men hamma narsasini qilib qo'yganman. Yedirish, ichirish muammo emas, pul muammo emas, hammasini qilib qo'yapman. Yana nima qilib beray deydi. Aslida bilasizmi nima? Bolani tarbiyasida otaning roli juda ham katta, juda ham. Oddiy dasturxon ustida o'tirib, chiroyli muomala bilan ota-ona o'zaro munosabatini, chiroyli munosabatini ko'rsata olsa, bolaga bu juda ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bola o'zini baxtli his qiladi. Bilasizmi, bolani baxtli bo'lishi uchun ko'p narsalar kerak emas. Shunchaki ota-onasini baxtini ko'rib katta bo'lgan inson u baxt nimaligini tushunadi. Lekin har kuni janjalli holatda, har kuni bir-birini tushunmaslik, bir-biriga nisbatan og'ir so'zlar aytilayotgan xonadonda bola baxtli bo'lib bera olmaydi. Shunchaki kasal bo'lib beradi. Bir-biriga ovozini baland ko'tarayotgan xonadon, oilaning a'zolari, bir-birini haqorat qilayotgan oila a'zolari bilan yashayotgan bolalar sog'lom bo'lib bera olmaydi. Chunki otasi ham, onasi ham eng sevimli insonlari. Bir-biriga nisbatan e'tiroz bildirayotgan ota-onani ko'rgan bola qanaqa holatda bo'lishi mumkin? Yaxshi holat bo'lmaydi. Shuning uchun otalarga ham alohida iltimosim. Siz bolangizga keraksiz. To'g'ri, siz hamma tomondan tayyorlab qo'yapsiz. Sharoit qilib qo'yapsiz. Hamma narsasi bor. Moddiy tomondan qilib qo'yapsiz. Bu juda yaxshi. Lekin ma'naviy tomondanchi degan savol bor. Ya'ni ma'naviy tirgak bo'la olyapsizmi oilangizga degan savol bor. Har qanday holatda ham sizning borligingiz bu juda katta davlat aslida. Buni o'zingiz ham tushunishingizni xohlardim. Bilasizmi, oila
haqiqatan ham muqaddas dargoh. Oila yashayotgan xonadon ham juda muqaddas. Har kuni janjal bo'layotgan, har kuni norozilik bo'layotgan xonadonda negativ fikrlar to'lib qoladi. Bu bor narsa. Lekin bu mening fikrim. Aslida bu bor narsa. Ana shu xonadonda yashayotgan bolada albatta tanasida o'zgarish bo'ladi, ruhiyatida ham. Bu bor narsa. Lekin bu mening fikrim. Shunday ekan, ruhan sog'lom bo'lish uchun, jisman sog'lom bo'lish uchun albatta o'sha xonadonda, o'sha oilada tinchlik, xotirjamlik hukm surishi kerak. Bu oilaning sog'lom bo'lish sharti. Bolaning sog'lom bo'lish sharti. Bizda yana ko'p oilalarda shunaqa nima bor, qoida bor. Otalar hamma narsasini qilib qo'yapman, demak, tarbiyasida sen javobgarsan deb onani ro'para qilib qo'yishadi. Yo'q, bu noto'g'ri. Chunki o'sib kelayotgan bolaga, ayniqsa o'tish davridagi bolaga otaning mehri birinchi o'rinda kerak. Ayniqsa o'g'il bolalarga. O'g'il bolalarga otaning mehri juda ham zarur. Shuning uchun bu yerda otalar yana bir o'ylab ko'rishsa bo'lardi. Onani bitta o'zi eplolmaydi. Ayniqsa hozirgi bolalarga. Chunki hozirgi bolalarning fikrlashi boshqacha. Dunyo qarashi keng ularni. Ayniqsa ijtimoiy tarmoqlar, internet degan narsalar bor bizda. Buning uchun ota ham, ona ham xotirjam bo'lishi kerak. Ota-ona xotirjam bo'lsa, bir-biriga nisbatan hurmati baland bo'lsa, bir-biriga nisbatan muhabbati baland bo'lsagina bola baxtli bo'la oladi va sog'lom bo'la oladi. Bu haqda bir o'ylab ko'rsangiz degandim. Azizlar. Chunki bolamizning sog'lomligi hammamizga kerak. Bolalarimizni quvonch bilan yashashi hammamizga kerak. Biz hozir nimadir noto'g'ri ish qilib qo'ysak, hozir jazolasak bo'ldi, hammasi bitta deb o'ylaymiz. Yo'q, bu albatta bo'ladi. Ertaga u bizga e'tirozlar bildiradi. Hurmatli azizlarim, bu haqda bir o'ylab ko'ring va o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz degan umiddaman. Bu men uchun juda ham muhim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.